yoqdan suv chiqmaydi. Chunki bu yoq juda past, balandligi. Bu turbalarni ham buzib tashlab. Mana bu eski darvozamizni oldi. Darvoza bu joyda edi. Ondan kelganlarda darvozani yutgan, musul mana bu joyga yig'ilgan. Bunga haqqi yo'q. Bizda sizlarning darvozalaringiz Darvozamiz bo'lgan. bor edi bu joyda. Mana bu joy meniki, ko'cha meniki, bu joyga ham meni haqqim bor deb mana shu yerga. Ya, lekin uyingizni atrofini siz obodonlashtirishingiz kerak. Albatta. Chunki aka mana yerda darvoza bo'lgandan keyin ular tomonidan shaharsozlik, grafik belgilanmagan kuni ko'chaga musul chiqarildi bo'lyapti. Bo'lgan darvoza. Darvozalar bizga bu yoqqa kampus idora bo'lgandan keyin bu yoqda bo'ldi. Ondan keyin bu yoqqa o'tgan. Mana bu yoqdan belgili uyga qatnashgan. Shu janjal bo'ldi. Nargiz opa. Mikrofon rad bo'lgan, u masala kirmaydi qaytib. Mana hozir aniqlik kiritdi. Aldamagan ekan. Yo'q. Hujjat sonligi Ishting, uni shuning uchun ham prezidentimiz og'irlikdan adliyaga bergan. Adliyadan keyin undan keyin mana deputatlar, mana viloyat deputatlar tasdiqlab beradi. Suvchilikni kiritgan, rad qilgan u masala bo'ldi, nuqta. Qaytib kirmaydi. Men sizga va'da beraman, mana shu kunlar adliya boshqarma boshlig'i bu masala qaytib kirmaydi. Yo'q. Bu bir. Ikkinchi masalaga mana bu qo'shningiz bilan bog'liq masala bor. Bu umumiy. Bu aytyapti, hammaniki. Hech kim og'ir. Mana bizga mana adliya bo'lim bor. Mana men bitta fuqaro o'rtasida tusholmayman. Lekin vakolatimiz bor. Madad degan mana prezident beradi unga. Bizga da'voza qilib beradi. Va sizga aytdim, bu huquqni himoyasi. Sizga bayonlangan kiyimlarni fuqaroning misol, bizga mana da'voza qilib, adliyaga borasiz. Qadastroning da'vo qilib, madad nizomida qatnashsa, sizga uyingizga ta'sir yog'ilgan, har bir odam joy-joyiga ta'sir ega. O'sha normalar sizga da'vo agar sud qo'yma bo'lsa, mana o'sha joyga olib bitta nafar sizga qo'yilgan sud qarori bor. Ikki sud qarori bajarmaning ma'muriy istaydi. Kelishdingmi? Hozir ya mana bu joyga bo'lgan joy ma'qulmi sizga? Nima masala?